Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda type funksiyasi va ma'lumotlarni bir turdan ikkinchi turga o'tkazishni o'rganamiz. Type funksiyasi ma'lumotlarni turini tekshirish uchun ishlatiladi. Masalan, bizda bitta num degan o'zgaruvchi bor va bunda bitta son bor, 20 soni. Mana shu sonni men print qilib chiqarib ko'rishim mumkin. Sonni o'zini ko'ryapmiz. Bundan tashqari men buni tipini tekshirsam bo'ladi. Tipini tekshirish uchun bu yoqda type funksiyasidan foydalanaman. Kelar biz buni to'g'ridan-to'g'ri yozmaylik-da, bitta o'zgaruvchiga yozib olaylik. Masalan, num type, ya'ni numni tipi degan bitta o'zgaruvchi hosil qilib oldim. Type funksiyasini yozaman va bunga mana bu numni beraman. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana type funksiyasini ishga tushirgan paytimda u mendan objekt so'rayapti. Men mana shu qiymatni beraman bu yoqqa. Numni berdim. Numni berganimdan keyin qanday ishlardi? Xotiradan mana bu numga murojaat qilgan paytimizda xotiradan 20 ni olib kelib mana bu joyga qo'yardi. Type funksiyasi mana shu kelib tushgan 20 ni tipini tekshiradi-da, natija sifatida qaytarib beradi. Qaytgan natijani biz o'zgaruvchi yuklab olamiz. Lekin print bilan shunaqa qilmagandik, esinglarda bo'ladigan bo'lsa, chunki funksiyalar odatda ikki xil. Shunaqangi funksiyalar bor: natija qaytaradigan va natija qaytarmaydigan funksiyalar. Print funksiyasi natija qaytarmaydi. Uni vazifasi konsolga ma'lumot chiqarib berish. Type funksiyasi bo'lsa, o'ziga berilgan qiymatni tipini tekshiradi-da, uni natija sifatida qaytarib mana shu joyga qo'yib beradi. Type'ni o'rniga qo'yib beradi mana shu joyga. Va bu joyga kelib tushgan qiymatni keyin biz mana bu num type degan o'zgaruvchiga yuklab olyapmiz. Endi biz num type'ni chiqarib ko'ramiz. Chunki dastur qatorma-qator ishlaydi. Oldin bu yoqda o'zgaruvchi va uni qiymat va uni o'zgaruvchisi hosil bo'ladi. Ana undan keyin type o'sha o'zgaruvchidagi qiymatni tipini tekshiradi va tayyor bo'lgan tipni bu yoqqa natija sifatida qaytaradi. Qaytgan natijani print qilib turib chiqarib ko'rishimiz mumkin. Dasturni run qiladigan bo'lsak, mana aytayaptiki, bu mana shu num degan o'zgaruvchimiz int tipiga tegishli ekan. Endi agar sizda mana shu son, ya'ni 20 emas, 20.2 bo'ladigan bo'lsa, mana endi tekshirib ko'ramiz. Buni endi float tipiga tegishli deb chiqarib beryapti. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz, biz bu yoqda nuqtadan keyin bironta son qo'yadigan bo'lsak, mana shu holat bo'ladi. Ya'ni bu float tipiga tegishli bo'ladi. Siz shunchaki 20.0 deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, bu float tipiga tegishli bo'ladi, chunki bu o'nlik kasr. Agar siz buni mana bunday qilib bir tirnoqni ichiga oladigan bo'lsangiz yoki qo'sh tirnoqni ichiga oladigan bo'lsangiz, bu son bo'ladigan bo'lsa ham, endi bu matn bo'lib qoladi. Natijani chiqarib ko'radigan bo'lsangiz, str degan tipga tegishli bo'lyapti. Str degan tipga tegishli bo'lib qolyapti. Biz buni shunchaki mana bunday qilib turib 20 deb yozib ham tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bu holatda yozadigan bo'lsak ham str tipiga tegishli deyapti. Endi mana shu tiplarni o'zimiz ham ko'rishimiz mumkin. Bu tiplar int, float, ya'ni Pythonda bor, str deb yozilgan mana bu tiplar. To'g'ridan-to'g'ri yozadigan bo'lsak, bu joyda chiqadi. Yozilgan joyini ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, PyCharmda Ctrl-ni bosib turib, sichqonchaning chap tomonini bir marta bosadigan bo'lsangiz, mana shu int tipi yozilgan joyga o'tadi. Xuddi shunday float ko'rmoqchi bo'lsangiz ham mana bu holatda o'tishingiz mumkin. Xuddi shunday str ni ko'rmoqchi bo'lsangiz ham mana shu holatda o'tishingiz mumkin. Bu mana shu tip yozilgan joy hisoblanadi. Yozib qo'yilgan joy hisoblanadi. Bizdagi mana bu qiymatlar bo'lsa, mana hozir string beradigan bo'lsak, u mana bu turga tegishli bo'lar ekan. Integer berganimizda mana bu turga, o'nlik kasr bergan paytimizda mana bu float degan turga tegishli bo'lar edi. Yaxshi, type funksiyasini bilib oldik. Type funksiyasining vazifasi tipini tekshirish ekan. Aytgancha, mana shu joyda yana bitta narsa, siz buni to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni mana bu holatda o'zgaruvchi yuklab o'tirmasdan, to'g'ridan-to'g'ri print o'ziga ham berib ketishingiz mumkin. Ya'ni mana bu joyda ham yozib ketishingiz mumkin. Ya'ni print type ichiga num yozib ketishingiz mumkin. Buni yozayotganingizda bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Mana bu joyda bitta qavs ochilyapti. Bu print qavsi va print qavsi yopilyapti. Uning ichida type ni qavsi ochilib turib, type ni qavsi yopilyapti. Shu narsaga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Ikkita qavs ochildimi, demak yopilayotgan tomonda ham ikkita qavs bo'lishi kerak. Ya'ni nechta qavs ochilsa, yopilayotgan tomonda ham shuncha qavs bo'lishi kerak. Shunda xato hisoblanmaydi.
Endi dasturni ishga tushirib ko'ramiz. Bu holatda ham mana class slar tipiga tegishli deb chiqarib beryapti, ya'ni klassiga tegishli deb chiqarib beryapti. Xo'p, bunda qanday ishlaydi? Bunda dastur mana bu numni o'rniga 20 sonini olib kelib qo'yadi. Type funksiyasi 20 sonining tipini tekshiradi va tekshirilgan tipni type funksiyasi natija sifatida qaytarib mana shu joyga qo'yib beradi. Yozilgan joyga qo'yib beradi. Va bu print ichiga kelib tushadi. Va print funksiyasi ana shu kelib tushgan qiymatni olib konsolga chiqarib beradi, ya'ni mana bu joyga chiqarib beradi. Demak, bajarilishi qanday ekan? 20 soni kelib tushyapti ekan, type uni tipini tekshiryapti ekan, print bo'lsa natijani chiqarib beryapti ekan. Endi keyingi mavzuyimiz ma'lumotlarni bir turdan boshqa turga o'tkazish. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu joyda kelar biz buni shuni qadam bir boshdan yozib ketaveramiz. Ya'ni balandlik degan, ya'ni insonni bo'yin uzunligi degan bitta o'zgaruvchimiz bor. Bu o'sha 170 qiymat turibdi. Biz buni int deb yozib qo'ydikki, bu hozircha int tipida ekanligini bilib turishimiz uchun. Aslida yozmasak ham int tipida bo'ladi, lekin bu biz o'zimiz uchun kerak. Endi height float deb yozaman. Float teng bo'ladi. Men hozir mana bu 170 degan int tipidagi qiymatni float degan turga olib o'tmoqchiman. Buni float degan turga olib o'tmoqchi bo'ladigan bo'lsam, float nomli funksiyadan foydalanaman. Esinglarda bo'lsa, biz float o'zini ko'rdik. Bu ma'lumot turi edi, lekin mana shu ma'lumot turidan keyin qavs ochib yopadigan bo'lsangiz, uning ichidagi funksiya chaqiriladi. Ya'ni biz buni funksiya deb olib ketsak bo'laveradi. Qavs ochib yopilsa funksiya bo'ladi va bu bizdan bitta nima so'rayapti? Qiymat so'rayapti. Mana shu qiymatni beramiz. Height int beraveramiz. Shunda 170 mana bu joyga kelib tushadi. Float bo'ladigan bo'lsa, uni tipini, uni konvertatsiya qiladi, ya'ni uni float tipiga konvertatsiya qiladida, natijani mana shu joyga qo'yib beradi. Ya'ni float ham natija qaytaruvchi funksiya hisoblanadi. Natija bu joyga kelib tushgandan keyin uni mana bu o'zlashtirish funksiyasi mana bu o'zgaruvchiga o'zlashtirib beradi. Keldi, endi biz bu yoqda print qilamizda, mana bu height floatni chiqarib ko'ramiz. Natijani chiqarib ko'radigan bo'lsak, bu mana 170 u 0 deb yozib qo'ydi floatligini bildirish uchun. O'zgartirgungacha bo'lgan holatni ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mana intdagi holatini ko'rmoqchi bo'lsak, unda bu mana oldin intda turibdi, keyin floatga olib o'tilindi. Virgul qo'yib turib tekshirib ko'rishimiz mumkin. Type funksiyasini yozamiz. Bir yo'la mana shu yerda o'zi yozib ketaveraman. Bo'yini balandligini tekshiryapman. Int tipiga tegishli deyapti. Mana floatni ham xuddi shunday qilaman. Virgul qo'yaman. Type funksiyasini chaqiraman. Aytamanki, mana bu floatni o'lchab bergin. Chunki float chiqaryapman-ku, floatni o'lchab bergin deyman. Tekshirib bergin deyman, uzr. Tipini aniqlab bergin deyman va bizga buni nima deb beryapti? Float tipiga tegishli deb aytayapti. Xuddi shunday, agar mana biz hozir nimaga olib o'tib oldik? Intdan floatga olib o'tib oldik. Agar sizdagi qiymat float tipida bo'ladigan bo'lsa, unda qanday olib o'tiladi int tipiga? Xo'p, biz buni float deb yozaylik. Float 1.75 deb qo'yaylik. 1.75 deb yozadigan bo'lsak, endi mana print qilib turib chiqarib ko'radigan bo'lsak, bu floatda turibdi. Buni endi int tipiga olib o'taylik. Int deb yozaman va intga olib o'tish uchun int funksiyasidan foydalanaman. Ya'ni o'sha ma'lumot turini yozasiz va qavs ochib yopasiz va funksiyasi chaqiriladi. Height float deb yozasiz. Mana bu float qiymatni bu yoqqa berib yuboryapmiz. Int uni tipini aniqlaydida, tipini aniqlamaydi. Butun songa konvertatsiya qiladi. Konvertatsiya qilingan qiymat mana shu joyga kelib tushadi. Ya'ni bir turdan ikkinchi turga olib o'tiladi. Floatdan intga olib o'tiladi va olib o'tilgan qiymatni bu yoqda nima qilyapmiz ekan? O'zgaruvchi yuklab olyapmiz ekan. Natijani chiqarib ko'ramiz. Intda va mana ko'radigan bo'lsanglar, int tipiga olib o'tilindi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, biz float tipidagi sonni int tipiga olib o'tadigan bo'lsak, unda mana bu nuqtadan keyingi qiymatni tashlab yuborar ekan. Endi siz aytishingiz mumkin, yaxlitlayaptimi deyishingiz mumkin. Yo'q, yaxlitlamayapti. Matematikada yaxlitlashni bilsanglar, agar 5 yoki undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, yuqoriga yaxlitlaydi. Ya'ni aslida mana bu yoqda 1.71 bo'lib qolish kerak edi. Lekin unda hisoblamayapti. Hattoki 1.79 deb hisoblaydigan bo'lsam, u nima qiladi? Shunchaki nuqtadan keyingisini tashlab yuboradi.
butun songa olib o'tayotgan paytda shu narsaga hushyor bo'lishingiz kerak. Agar sizga bu holatda bo'lmaslik kerak bo'ladigan bo'lsa, oldin yaxshisi yaxlitlab turib, keyin butun songa olib o'tganingiz yaxshiroq bo'ladi. Yaxlitlash bo'yicha funksiyalarda biz keyinroq ko'ramiz. Xo'p, mana int tipiga ham olib o'tib oldik. Biryo'la tipini ham tekshirib ko'rishimiz mumkin. Type deymizda, ana undan keyin height int deb yozib tekshirsak, buni nimada deb beryapti? Int tipida deb beryapti. Yaxshi, ishladi. Endi xuddi shunday bu qiymatni faqatgina intdan floatga intdan intga olib o'tmasdan stringga ham olib o'tib olishimiz mumkin. str degan o'zgaruvchi hosil qolaman, height str va bu joyda stringga olib o'tish uchun str degan mana bu klassda funksiyasidan foydalanaman, ya'ni str funksiyasidan. Bu joyga float tipidagi qiymatni beramiz, print qilib turib, natijani chiqarib ko'radigan bo'lsak, mana qiymatni chiqarib berdi. To'g'ri, bu ko'rinishidan hozir float tipiga o'xshab ko'rinyapti, lekin aslida bu string. Chunki stringni chiqarayotgan paytda bir tirnoq yoki qo'sh tirnoqlarni olib tashladi. Biz tipini tekshirib ko'ramiz. Aytamizki, mana buni tipini aniqlab bergin deb aytamiz. Va e'tibor berayotgan bo'lsanglar, chizib qo'ydi. Bu yog'iga nimaga chizib qo'ydi? Mana tagiga qizil bilan chizib qo'yadi. Paycharim nimaga? Chunki mana bu yoqda bitta qavs ochilgan edi, mana bu yoqda bitta qavs ochilgan edi, lekin men faqat bitta yopdim, ikkinchisini o'chirib yubordim. Bilmasdan shuni yopib qo'yishim kerak bo'ladi. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, mana 179 da nima deyapti ekan? str degan tipga tegishli deb chiqarib beryapti. Xuddi shunday, agar bu o'zgaruvchimiz int tipida bo'ladigan bo'lsa, mana bu holatda, ya'ni int qiymat bo'ladigan bo'lsa, intni ham nima qilish mumkin? str ga olib o'tsangiz bo'laveradi. Dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsangiz, mana 170 str bo'lyapti, ya'ni bu o'zi int. Lekin buni str ga olib o'tsak bo'lar ekan. Xuddi shunday qilib ma'lumotlarni turdan turga konvertatsiya qilsak bo'lar ekan. Endi mabodo sizdagi qiymat stringda bo'lib qolsa, unda qanday bo'ladi? Masalan, height deyapsizda, bu balandlik sizda string ko'rinishida turibdi. Biz buni str deb olamiz. Kelib bu yoqda nima ham qo'yib qo'yaylik? Qo'shimcha ham qo'shib qo'yaylik. Masalan, 175 deb yozib qo'ydik. Buni birinchi floatga olib o'taylik. String ko'rinishida turganda. Floatga olib o'tmoqchi bo'ladigan bo'lsak, bu yoqda mana shu o'zgaruvchini hosil qilamiz. Teng float funksiyasini chaqiramiz va bunga mana shu stringdagi qiymatni beraveramiz. U konvertatsiya qilib beraveradi. Float tipini tekshirib ketaveramiz. Tekshiradigan bo'lsak, mana buni nima deyapti? Float tipiga tegishli deyapti. Chunki buni nimaga qildi? Floatga konvertatsiya qilardi. Lekin konvertatsiya qilishda sharti bor. Ya'ni mana bu yoqdagilar floatga konvertatsiya qilsa bo'ladigan ma'lumot turi bo'lishi kerak. Masalan, sizda mana bu yoqda 5a bo'lib qoladigan bo'lsa, demak endi a ni nima qila olmaydi? Floatga konvertatsiya qila olmaydi. Shuning uchun ham value error xatoligini beradi. Ya'ni siz son ko'rinishidagi string berishingiz kerak bo'ladi bu yoqda. Tushgan qiymatda emas. Yaxshi, floatga konvertatsiya qilib oldik. Endi xuddi shunday intga konvertatsiya qilib ko'raylik. Int degan o'zgaruvchi hosil qilaman. Int funksiyasini chaqiraman-da, bu yoqqa mana bu str deb yozaman. Ana undan keyin print qilib turib, height int deb yozaman va bir yo'la tipini tekshiraman. Lekin endi qarab turamiz, shu joyda dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, bizga xatolik beryapti. Value error. Nima uchun value error xatoligini beryapti? Bu yoqda biz stringni integerga olib o'tayotgan paytimizda mana bu 170 da olib o'taladi, 5 da olib o'taladi integerga, lekin nuqtani butun songa olib o'talmaydi. Floatda shuni olib o'taveradi, chunki floatda o'zining ichida nuqta bo'ladi. Lekin intda nuqta bo'lmaganligi uchun buni butun songa olib o'talmaydi. Aynan shunaqangi holatlarda nima qilasiz? Bunaqangi holatda siz buni butun songa olib o'tmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana bu joyda oldin buni floatga olib o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Dasturda ishga tushiramiz. Mana endi intga olib o'tdi. Demak, dastur qanday ishlayapti? Mana bu yoqqa birinchi string qiymat kelib tushyapti. Float uni float tipiga olib o'tib olyapti. Float tipiga olib o'tilingan qiymat int ichiga kelib tushyapti. Va int o'sha float tipidagi qiymatda bemalol butun songa o'tkaziladi va mana 170 bo'ldi. Int tipiga olib o'tildi. Mana shu holatda bajarar ekanmiz. Siz buni qisqartirib mana bu holatda yozsangiz ham bo'laveradi. Mana string ko'rinishida turgan bo'lsa, bir yo'la print ichida ham yozib ketsangiz bo'laveradi.
Ya'ni intga olib o'tib bergan, avval floatga olib o'tgan deb turib, mana bu stringni berib yuborsangiz bo'laveradi. Nisbatan kodingiz qisqaradi. Endi buni ishlanishi qanday bo'layotganini ko'rib olamiz. Mana bu joyga birinchi string qiymat kelib tushyapti. Float uni float tipiga konvertatsiya qilib turib, intni ichiga tashlab beryapti. Int kelib tushgan qiymatni butun songa o'tkazib turib, printni ichiga tashlab beryapti va print o'ziga kelib tushgan qiymatni mana bu konsolga chiqarib beryapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, dasturda ishlash jarayoni eng ichkaridan boshlanyapti, ya'ni tashqaridan emas, oldin print ishlamayapti. Oldin mana bu eng ichkaridan o'zgaruvchi kelib tushyapti, keyin floatga olib o'tilinyapti, keyin intga olib o'tilinyapti va oxirida print ishlayapti. Xo'p, mana shu narsaga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Endi keyingisi, bu joyda mustahkamlash uchun topshiriqlar berilgan. Jami 5 ta topshiriq. Buni o'zingiz mustaqil ishlab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Misollar unchalik qiyin emas. Mana shu darsda ko'rganlarimiz bilan deyarli o'xshash bo'lgan misollar. Shu bilan bo'lmasam, bugungi darsimiz tugadi.